Alo, Assalomu alaykum. assalomu alaykum, eshitaman. Yaxshimisiz? Salomatmisiz? Rahmat. Abdullayeva Muqaddas opa bilan bog'landikmi? Ha, shunday. Ayni daqiqalarda sizga ijtimoiy tarmoqlarda faoliyat olib borayotgan Adal-Ishorim loyihasidan qo'ng'iroq qilmoqdaman. Ushbu loyiha boshlovchisi Imonaxon bilan suhbatlashyapsiz. Rahmat. Bugungi kuningiz siz kutgan kunlardan eng a'lo kun bo'lib, savobli amallarga to'la bo'lsin. Yuzingizdan kulgu, tabassum, xonadoningizdan fayz va baraka arimasin. Rahmat. Sizga yaqin insonlaringiz tomonidan ajoyib bir dilnoma xatlari kelgan. Nima deb o'ylaysiz? Ushbu dilnomalarni sizga kim yo'llagan bo'lishi mumkin? Bilmadim. Taxmin qilib ko'ra olasizmi? Birorta yaqin dugonam bo'lsa kerak. Yana kimdan kutyapsiz? Boshqa bilmadim. Keling, mayli, bizdagi variantlarni eshitasiz. Sizni juda ham qattiq yaxshi ko'ruvchi o'quvchingiz Rahimjonov Javohir nomlaridan samimiy tilaklar, dilnomalar yetib kelgan. Ijozat bersangiz, ularning siz uchun atalgan tilaklarini sizga o'qib eshittiraman. Rahmat. Minnatdormiz. Assalomu alaykum, men uchun qadrli va aziz bo'lgan mehribonim, qadrdonim, o'quvchilarga o'z onadek aziz bo'lgan mehribonim, ulug' kasb egasi bo'lgan ustozim. Ming yillik mehnatlaringiz rohatini ko'rib, shogirdlaringiz, o'quvchilaringiz baxtidan shod masrur bo'lib yuring. Bugun men sizga juda ham rahmat aytmoqchiman. Bizni shu darajaga yetishimizda mana shu xislatlaringiz juda ham katta. Ilohim sizga sihat, salomatlik, oilaviy xotirjamlik, tinchlik, olam quvonchlar hamisha hamroh bo'lsin. Bizlarning baxtimizga, o'quvchilaringiz baxtiga doimo sog' salomat bo'ling. Yaratgan egam sizni o'z panohida asrasin. Bizlar uchun eng aziz insonsiz. Sizga uzoq umr, sihat, salomatlik tilayman. Doimo farzandlaringiz ardog'ida, e'zozida bo'lib, haj safarlariga takror borishlikni Robbim sizga nasib qilsin. Sizga dunyodagi barcha ezgu tilaklarni, oxirat farog'ati-yu ikki dunyo saodatini yaratgan Allohdan so'rab qolaman. Rizqingiz ulug', adolingiz hamisha baland bo'lsin. Farishtali yuzingizdan, mehr to'la ko'zlaringizdan, Alloh degan shirin zaboningizdan tabassum aramasin. So'z bilan ta'rif etilmas, ro'yolarda ko'rinmas, xayollarda so'zilmas baxtingiz davomli bo'lsin. Nigohingizdan ufurib turayotgan nur, fayz, donolik, oxiralik, halollik, sadoqat va bir-birimizga bo'lgan mehr oqibatimiz abadiy bo'lsin. Sizni juda ham qattiq yaxshi ko'raman. Sizgadir yurakda asragan so'zim. To mangu ta'zimda turaman o'zim, dilimning tubida yangragan so'zim, ezgulik yo'lida tolimang ustozim. G'am ko'rmay bu dunyo turguncha turing. Ming yillik mehnatlar huzurin ko'ring, shogirdlar baxtidan shod masrur yuring, ezgulik yo'lida tolimang ustozim. Hayot yo'llarimda dildosh deb bildim. Yo'limni yoritgan quyosh deb bildim. Tole yo'llarida yo'ldosh deb bildim. Ezgulik yo'lida tolimang ustozim. Ushbu she'riy misrani ham siz uchun yo'lab qolgan edilar. Marhamat, ular uchun ham o'zingizni dil-izhorlaringiz, tilaklaringiz bo'lsa bemalol yo'lashingiz mumkin. Rahmat. Uni kutmagandim, shunchalik xursand bo'ldim. Eng aqlli o'quvchilardan bittasi, inshaalloh eng baland obro'li universitetda o'qish nasib qilsin, ota-onasi orzu qilgan, balandroq natijalarga erishib, o'zi xohlagan kasbini egasi